Hurmatli ayollar, men sizlarga ajoyib texnikani aytmoqchiman. 40 kun mobaynida bir marta aytasiz, oynaga qaraysiz va shu tarzda aytasiz. Man bitta erkakni g'ururlanadigan, man uchun katta pullar sarflashiga arziydigan, man uchun katta vaqt sarflashiga arziydigan, manga sovg'alar, to'la gullar, juda ko'p sovg'alar berishga arziydigan va shu sovg'alarga munosib bo'lgan ayol manman. Hurmatga sazovor bo'lgan, sevgiga, mehrga, e'tiborga sazovor bo'lgan ayol manman. O'sha ayol manman. Faqatgina mana shu gapni o'zini 40 kun mobaynida oynaga qarab aytasiz. Birinchi aytgan kuningiz rasmingizni olib qo'yasiz telefonda va 40 kundan keyin siz rasmingizni yana olasiz, o'zingiz suratga tushirasiz va buni farqni ko'rasiz. Ustozimiz aytyaptilarki, zotan bu narsani aytgan paytingizda sizni oynaga, rasmga tushirishingizga ham hojat bo'lmaydi, chunki tevarak atrofdagilar sanga nima bo'ldi, juda chiroylashib ketibsan deb boshlar ekan. Bitta sinab ko'ringlar, bitta bajarib ko'ringlar va natijasini bizga ham bo'lishinglar. Go'zal hayot hammaga nasib qilsin.